Ziyora Hasanova, jigarni tozalash kerakmi? O'zi tozalolmaydimi sizga savolim? Bu savolni tez bot berishadi. Albatta, jigar o'zini tozalaydi. Organizmda hamma organlarimiz o'zini tozalash xususiyatiga ega. Lekin bitta no bor. Siz aynan unga sharoit yaratib berishingiz kerak. Jigar o'z vazifasini bajarishi uchun biz jigarga sharoit yaratib berishimiz kerak. Xo'sh, qanaqa sharoit? Aynan jigarning asosiy vazifasi bizdan o'sha qonni tozalab berish, organizmimizga qonni to'laqonli tozalab berish. Yana bir narsani juda ham mukammal bilishingizni so'rayman. Tanamizda eng katta organ bo'lib, uning ichida 500 ta ish bajariladi. 500 ta ish jigarning ichida, katta bu zavod. O'z ishini bajarish uchun uni tanaga suv kerak, jigar yaxshi ko'rayotgan mikroelementlar kerak va o'zi tozalashi uchun unga energiya kerak. Biz agar bu sharoitni qilib bermasak, jigar uchun xavfli bo'lgan ovqatlarni iste'mol qilsak, alkogol, kurение, kimyoviy ukollar, bular hammasi jigarning holatini sekinlik bilan izdan chiqarishga olib keladi. Ko'proq o'sha biz ukollarni, dorilarni, tabletkalarni, kimyoviy ovqatlarni yeya boshlaganimizda jigar sekin-sekin o'z xususiyatlarini yo'qota boshlaydi va o'zi tozalay olmay qoladi. Shuning uchun ham hozirgi vaqtda jigarni biz tozalash uchun chetdan harakat qilib ko'ramiz. Gepatoprotektorlar beryapmiz, jigar yuvuvchi mahsulotlar beryapmiz. Lekin uni bir tomonlama tozalab bo'lmaydi. Kompleks tarzda jigar ustida ishlash kerak. Jigarga kerakli bo'lgan suvni, qonni tarkibini yaxshilashimiz kerak. Uni parazitlardan tozalashimiz kerak. Undan safroni oqib turish uchun, suyuq holda oqib turishi uchun biz albatta unga kerakli bo'lgan mikroelementlarni berishimiz kerak. Shundagina jigar o'zini tozalay boshlaydi. Buning uchun o'rta hisobda jigar to'laqonli o'zini tiklab olishi uchun kamida 2 yil kerak bo'ladi. Bizda esa bir oyda jigarimni tozaladim yoki 10 kunda ijtimoiy tarmoqlarda 10 kunda jigarni tozalab bo'ladi dedi. Yo'q. Jigar qanday sekinlik bilan ifloslangan bo'lsa, xuddi shunday sekinlik bilan tozalab olasiz. U oddiygina bir idishmasga uni yuvib tozalab olsangiz. Shuning uchun ham agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bizni sog'lomlashtirish markazimizda jigarga отдельно programmalar qilib ovqat hazmi qilish sistemasi bilan birgalikda tozalanadi. Agar sizda ichi qotib turgan bo'lsa, hech qachon jigarni to'liq tozalay olmaysiz. O't qopingiz yaxshi ishlamasa, jigar to'laqonli ishlay olmaydi. Qoningiz quyuq bo'lsa, jigarda yana muammo kelib chiqa boshlaydi. Parazitlar bo'lsa sizda jigarda muammoni tugata olmaysiz. Shuning uchun ham jigarni kompleks tarzda tozalash kerak. Mana shunday usullarimizdan bizda, demak, fazalarimiz kaskad usulida jigarni sekin-sekin autofagiyaga olib, organizmni parazitlardan tozalab, sekin jigarni tozalab olishingiz mumkin. Agar siz jigaringizdagi holatlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yuzlaringizdagi dog'lar, surunkali charchoqlar, kayfiyatni tushib ketishi bo'layotgan bo'lsa, demak sizni jigaringiz tozalashga muhtoj. Mana shu holatlar bo'layotgan bo'lsa, bemalol Telegram gruppamda o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishingiz va shaxsan mendan konsultatsiya olib, meni nazoratim ostida jigar tozalashni o'z uyingizda amalga oshirishingiz mumkin.